Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanimiz jarayonida maxsus fanlarni o'qitishda kritik tafakkur va kreativlikni rivojlantirish bo'yicha siz bilan mavzuni haqida gaplashib o'tamiz. Demak, zamonaviy ta'lim tizimida tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish g'oyasi tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Jahon iqtisodiy forumining demak 2023-yilligi hisobotida bu ko'nikmalar 2027-yil uchun eng zarur deb topilgan bir jarayon hisoblanadi. Biroq o'sha PISA 2022 taqdimotlarida shuni ko'rsatadiki, demak, ayrim mamlakatlardagi 15 yoshli o'quvchilar o'rtasida yuqori darajadagi ko'nikmalar pasaygan. Shu sababli biz ta'limda ilmiy asoslangan metodologiyalarni joriy etishda alohida e'tibor qaratishimiz lozim ekanligini ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda hozir nima uchun maxsus fanlarda demak o'sha kritik tafakkur va kreativlikni oshirganlik holati va yillarda o'sib borganlik holatini siz grafik asosida ko'rishingiz mumkin. 2000-yildan 2023-yilgacha demak maxsus fanlar, xususan kelinki muhandislik bo'lsin yoki bo'lmasa o'sha tibbiyot, biotibbiyot va IT kabi sohalarda chuqur va kompleks muammolarni hal qilishni talab etadi. Texnologiyalarning tezkor va o'zgarishi va fanlar aro muammolarning murakkablashuvi ushbu ko'nikmalarning zarurligini yanada oshiradi. Masalan, o'sha tibbiyotda biron bir holatda diagnostika to'g'ri qo'yilishi va undan xulosa chiqarilishi, arxitekturada loyihalashtirish ishlarini olib borilishi yoki biron bir o'sha dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda noan'anaviy yondashuvlarni kritik tafakkur va kreativliksiz mumkin emasligini ko'rib o'tishingiz mumkin bu grafik asosida. Xo'p, o'sha kritik tafakkur nima o'zi? Kritik tafakkurlar demak bu ma'lumotni obyektiv tahlil qilish, xatolarni aniqlash va dalillarni baholash qobiliyatidir. Uning asosiy komponentlari tahlil, talqin, xulosa chiqarish, tushuntirish va o'z-o'zini tartibga solishdan iborat hisoblanadi. Maxsus fanlarda kritik va tafakkur ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilish, kelinki o'sha tibbiyotda diagnostik fikrlash orqali namoyon bo'ladi. Bu esa aniq va samarali qarorlar qabul qilish uchun asos bo'ladi. Ushbu jarayon aniq bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqich keyingisi uchun zamin hisoblanadi. Muammoni aniqlab olishimiz kerak. Bundan tashqari ma'lumotlar to'planishi kerak. Kelinki biron bir o'simlik yoki bo'lmasa bir hayvon ustida ilmiy ish olib borilganda, o'sha biologiya sohasida yoki biron bir programma asosida bir izlanish olib borilganda, eng birinchi o'rinda o'sha olib borayotgan ishingizni qanchalik dolzarbligi va uning qanday muammolarni aniqlashingiz kerakligini anglab olishingiz kerak. Bundan tashqari o'sha bo'yicha endi zamin tayyorlanishi qanday bo'lyapti? Ma'lumot to'plab borishimiz kerak o'sha yerga. Ya'ni ilmiy adabiyotlardan ma'lumot to'plashimiz kerak. Bundan tashqari olib borilgan tajribalar asosida deganday, xuddi shu holatda u baholanishi kerak va tahlil qilinishi kerak. Va oxirida o'sha xulosa chiqarilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Kreativlik nima? Kreativlik bu yangi va qimmatli g'oyalarni yaratish, muammolarni o'ziga xos tarzda hal qilish qobiliyati hisoblanadi. Uning asosiy komponentlari erkinlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik va ishlab chiqarishdan iborat hisoblanadi. Maxsus fanlarda kreativlik, innovatsion dizayn yechimlarini topish, masalan, muhandislikda yangi mahsulot prototiplarini yaratish yoki o'sha tibbiyotda yangi tadqiqotlar gipotezalarini shakllantirish orqali namoyon bo'ladi. Kreativlik muammolarni oldindan ko'ra bilish va ulardagi nostandart yechimlarni taklif qilish muhim rol o'ynaydi. Buni quyidagi o'sha diagrammalar asosida ham aytib o'tilgan, ya'ni yuqorida aytib o'tilganimiz erkinlik, ishlab chiqarishga tavsiya qilish, o'sha moslashuvchanlik holati va o'ziga xoslik, noyob va o'sha originallik holat g'oyalarini ishlab chiqishdan iborat hisoblanadi. Kritik tafakkurni rivojlantirish metodlari qanday?
Bu yerda o'sha kritik tafakkurni rivojlantirish uchun bir qator samarali metodlar mavjud. Sokratlik savollar berish orqali demak talabalarni chuqur fikrlashga undash, case study usuli bilan real hayotdagi muammolarni tahlil qilish va muammoga asoslangan ta'lim orqali amaliy ko'nikmalarni oshirish shular jumlasiga kirishi mumkin. Bahs munozaralar ham o'quvchilarda o'z pozitiv o'sha pozitsiyalarini himoya qilish, ya'ni pozitivligini oshirib borish va boshqalarning fikrlarini tahlil qilishda yordam beradi. Dalillar shuni ko'rsatadiki, o'sha muammolarga asoslangan ta'lim an'anaviy metodlarga nisbatan tanqidiy fikrlash ko'rsatkichlarini 15-20% yaxshilash imkoniyatlarini beradi. Ya'ni jadvalda sizga ko'rsatilgan o'sha metodlar an'anaviy o'qitishda qanday yoki tanqidiy fikrlashda qanday ko'rsatkichlarga ega bo'lishini qarab o'tishingiz mumkin. Kreativlikni rivojlantirish metodlari, demak, bu yerda kreativlikni rivojlantirish uchun aqliy hujum, kelinki, yoki o'sha ochiq topshiriqlar kabi metodlarni samarali olib borilganligini ko'zga tashlanishi mumkin. Bu metodlar demak talabalarda yoki o'sha magistrlarda o'quvchilarda yangi mahsulot g'oyalarini ishlab chiqishda, sanoat dizaynda innovatsion yechimlar topishda va o'sha original musiqa yaratishda kelinki yordam beradi. Dizayn fikrlash o'quvchilarning innovatsion loyihalari natijasida 25% gacha oshirish mumkin ekanligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu jarayon empatik yondashuvdan boshlanib, prototiplash va sinovdan o'tkazish bilan yakunlanishini aytib o'tishimiz mumkin. Bu yerda yana yuqorida aytganimizdek, diagrammamizda sizga aniqroq qismlarga bo'lib ko'rsatilgan, ya'ni hamdardlik yoki sinov, aniqlov, g'oya, prototip holatlarida o'zingiz qarab, ko'rib, aniqlab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kritik tafakkur va kreativlik integratsiyasi. Kritik tafakkur va kreativlik bir-birini to'ldiradi va ular ajralmas hisoblanadi. Ya'ni bir-biri bilan doimiy ravishda bog'liq tushunchalar hisoblanadi. Tanqidiy fikrlash ijodiy g'oyalarni baholash va ularning ahamiyatliligini aniqlashga yordam beradi. Kreativlik esa mavjud muammolarga yangi yechimlar topishga undab boradi. Strategiyalar orasida aqliy hujumni tizimni baholash bilan birlashtirish va iterativ dizayn jarayonlarini qo'llash muhim hisoblanadi. Misol uchun, innovatsion va bajariladigan o'sha shahar rejasini ishlab chiqishda ham tanqidiy tahlil, ham ijodiy yondashuv birdek muhim rol o'ynaydi. Ma'lumotlarni tahlil qilish yoki bo'lmasa o'sha mantiqiy xulosalar chiqarish va qaror qabul qilish kabi o'sha kritik tafakkurga ega bo'lgan holatlarni ko'rishimiz mumkin va kreativlikni ham o'z o'rnida ketma-ketlikda o'sha g'oyalar, turli yondashuvlar, innovatsion yechimlari haqida qarab o'tishingiz mumkin. Ularning kesishmasida innovatsiya yotadi. Bu yerda esa samarali va yangi g'oyalar paydo bo'lib boradi. Baholash va qayta aloqa qanday bo'ladi? Baholash va qayta aloqa o'sha kritik tafakkur va kreativlikni baholash uchun maxsus vositalar mavjud. Tanqidiy fikrlash rubrikalari, masalan, o'sha yerda ko'rsatib o'tilgan qismlarda olib borishingiz mumkin yoki bo'lmasa o'quvchilarning tahlil va baholash ko'nikmalarini tizimli baholash imkonini beradi. Kreativlik uchun portfel baholash esa o'quvchilarni o'sha ijodiy ishlarini va g'oyalarining rivojlanishini kuzatishga yordam berishi mumkin. Eng muhimi, qayta aloqa konkret, aniq va bajariladigan bo'lishi kerak. Bu o'quvchilarga o'zlarining kamchiliklarini bartaraf etishga yordam beradi. Taraqqiyotni kuzatish uchun sifatli va miqdoriy o'sha metrikaliklardan foydalanish juda muhim hisoblanadi. O'sha jadval asosida shuni ko'rsatib o'tishimiz mumkinki, barcha o'sha baholash va qayta aloqada qanday mezonlar bor yoki baholash tizimidagi yuqori baho, o'rta baho va o'sha boshlang'ich baholar qanday holatda
amalga oshirilishini qarab ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Muammolari qanday buni holatimizda? Demak, tanqidiy tafakkur va kreativlikni rivojlantirish yo'lida bir qator muammolar bor. Vaqt cheklovlari, katta sinflar va o'quvchilarning malaka oshirishga ehtiyoji kabi masalalar dolzarb hisoblanadi. Bundan tashqari, standartlashtirilgan testlarga bo'lgan e'tibor ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Yechimlar qanday holatda bo'ladi endi bunday muammolar orasida? Demak, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga sarmoya kiritish, modulli kurs dizaynlar joriy etish, hamkorlikda o'qitish usullarini qo'llash va texnologiyalardan samarali foydalanish kabi bir qancha yechimlarni ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganimizda, hurmatli magistrlar, demak, kritik tafakkur va kreativlik maxsus fanlarni o'qitishda kelajakka tayyorgarlik asosiy ustunlardan biri hisoblanadi. Biz demak o'qituvchilarni ushbu strategiyalarni o'z darslariga joriy etishiga, o'quvchilarga nafaqat bilimlarini o'zlashtirish, balki ularni tahlil qilish va yangi g'oyalarni yaratish ko'nikmalarini shakllantirishga undashimiz lozim. Kelajak istiqbollarida umrbod ta'lim va moslashuvchanlik ahamiyati yanada ortib boradi. Shuning uchun bu ko'nikmalarni rivojlantirish hozirgi kunning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Biz birgalikda ta'lim tizimini kelajak talablari bilan mos ravishda, o'sha talablarga mos ravishda rivojlanishiga olib borishimiz lozim deb hisoblaymiz. Demak, bugungi mavzu asosida siz bilan ko'rib chiqadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Demak, olib borilgan nazariy bilimlaringiz asosida buni yana ham amaliyot bilan birlashtirib, bilimlaringizni shakllantirasiz deb umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.